Rasman Toshkentda qizil tungi avtobuslar ishga tushadi. 3-sentyabr kuni imzolangan qarorga ko'ra, endi poytaxtda tungi avtobuslar tarmog'i tashkil etiladi. Ular soat 22:00 dan tongi 6:00 gacha qatnaydi. Yo'l kira narxi esa kunduzgi avtobuslardek bo'ladi. Elektron to'lovda 1700 so'm, bir martalik QR bilet esa 3000 so'm. Avtobuslar konditsioner, Wi-Fi va video kuzatuv tizimi bilan jihozlanadi. Shuningdek, nogironligi bor yo'lovchilar uchun ham qulay sharoitlar qilinadi. Avval Telegram kanalimizda xabar berganimizdek, loyiha 2 bosqichda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Dastlab 8 ta yo'nalish ochilishi kutilmoqda. Umumiy uzunligi 136 km. Keyingi bosqichda esa yana 7 ta yo'nalish yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan, qariyb 100 km. Jami 15 ta yo'nalishda 54 ta avtobus xizmat ko'rsatishi ko'zda tutilgan. Ular turizm ko'chalari, aeroportlar, vokzallar, bozorlar va talabalar yotoqxonalari orqali qatnashi kutilmoqda. Eng qizig'i, birinchi tungi avtobus shu yil oxirigacha yo'lga chiqishi kutilmoqda.